Murad Buildings taqdim etadi. Alijon, yo'l bo'lsin. Iye. Assalomu alaykum Hasan aka. Va alaykum assalom. Ishgami? Ha? O'tiring. Men o'tiring, keling. Qalaysiz? assalomu alaykum. Alijon, ukam. Sizga yomon ham havasim keladi. O'qimishli, ziyoli yigitsiz. Uni ustiga yaxshi joyda ishlaysiz. Rahmat. Ishim-ku yaxshi. Lekin hayotda hech omadim chopmayapti-da. Iya. Nega, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Onam uylanasan deb xolijonimga qo'ymayaptilar. Iye. Yana qiz topdilar. Uchrashuvga chiqasan deydilar. Yaxshi-ku, Alijon. Menga kimni ham ko'z uchib turibdi deysiz. Nimaga unaqa deysiz? Ha? Pakanaman. Xunukman. Xudo meni har tomonlama qisgan. Unaqa demang. Voy, Alijon, unaqa demang. Gap insonni qaddi qomatida emas. Sizni qalbingiz chiroyli. O'shaning uchun men sizni hurmat qilaman. Tushundingizmi? Undan keyin tarixdagi buyuk insonlarning hammasini ham bo'yi baland bo'lmagan, bilasizmi? To'g'ri. Lekin xo'sh, to'g'risi qizlar bilan uchrashishga yuragim bezillab qoldi. U nega unaqa bo'ladi? Meni ko'rishi bilan labini buradi ketadi. Xudoyim-ey. Shundoq aqlli, shundoq o'qimishli yigitdan ham yuz o'giradigan qizlar bormikin, ha? Zamonni qara-ya. Tavba qildim. Sizga o'xshagan o'qimishli yigitlar kostyum galstuk taqib yurish kerak. Ana o'shanda ko'rasiz tannos qizlarni holini. Tushundingizmi? Ey Xudoyim, shu yangi ochilgan bozorda el qatori meni ham boshlayotgan ishlarimni barakasini bergin. Allohim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dam olish kunidan foydalanib, bolalarni bozor ko'rsin deb olib chiqibsiz-da, ha? Endi aka, meni ham dadam yoshligimda bozorga olib chiqardilar. Yo'q, bular ham bozor ko'rsin dedim-da. To'g'ri qilibsiz. Yoshligida ko'p ko'rgan, ulg'aygandachi farosatli, pishiq bo'ladi.
Xudo xolasa, ha, bolajonlar. Yashang aka. Mana shu olimingizdan 3 kilo tortib bering. Hop, bo'ladi, hozir. Hozir. Yoqqanni tanlab olavering. Aha, hop. Bemalol. Sovuring. Baraka toping. Ortiq bilan. Rahmat. Osh bo'lsin. Hop. Kelib turing. Kelamiz aka. Bo'pti, hop. Kelib turinglar sizlar ham, hop. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Keling, nima xizmat? Mana bu olmang o'zimiznikimi? O'zimizniki onajon. Mana kesib beraman. Yo'q, kesma. Bexijolat. Siz xuddi o'zimni onamdek farishtali ekansiz. Rostdan. Voy, rahmat. Necha kilo torting? 2 kilo tortgan. Xo'p bo'ladi. Soch qayerda oldingiz? Nima? Sochingiz o'zingizga yarashib turibdi. Rahmat. Siz juda ham did bilan kiyinib, o'ziga qarab yuradigan inson ekansiz. Yigit kishi shunaqa bo'lishi kerak. Rahmat. Rahmat. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Ha? Boshqa joyda olma qurib qolibdimi? Tinchlikmi? Tinchlik komandir. Tinchlik, hammasi zo'r. Shunchaki kayfiyatim a'lo. Sharoitni qarang, zo'r. Siz ham shunchalik bizni tinchligimizni o'ylab kelibsiz. Kattakon rahmat sizga. Baraka toping. Siz ham bozoringiz bersin. Salomat bo'ling. Mayli. Olmadan olib keting. Yo'q, rahmat. Sog' bo'ling. Mana opajon, har doim yosharib yuring. Akajon, sizga necha kilo? Здравствуйте. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz Men Nargizam dadasi bo'laman. Nargiza. Adajon. Voy jonim qizim. Bor narsalaringni olib chiq. Hop, hozir chiqaman. Bor. Nargiza ancha ziyrak. Biz uni bayramga boshlovchi qilmoqchimiz. Rahmat sizga. Qizim bekorga bog'chani yaxshi ko'rmas ekan. Siz Leonardo da Vinchini Mona Lisasiga o'xshatgansiz. Faqat Mona Lisa ozgina jilmayib turadi. Men sizni xafa qilib qo'ydim shekilli. Yo'q, xafa qilganingiz yo'q. Uzr. Adajon, ketdikmi? Ha, ketamiz. Yura qol jonim qizim. Xayr qilib qo'y opajonga. Layla opa, xayr. Xayr. Salomat bo'ling.
O'g'lim, Labbay. yolg'izlik Allohga xosdir. O'ylanib xayol surganing bilan endi kelinim tirilib kelmaydi. Bolaga esa ona kerak. Voy. Voy, mana asal qizim. Idishto'g'a yuvishni ham o'rganib oldingizmi? Asalim meni. Voy jivonim, idishto'g'ani yarqirashini qarang. Keling, ozimda qilamiz. Ana. Endi har kun idish tovoqlarni o'zim yapaman. Tuxum qovurishdan bilaman. Tuxum qovurishni ham o'rganib oldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zlarimi? Ha, uchrashuvga ketyapman Hasan aka. Barakalla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Layla opam qanilar? Uylarda muammo chiqib qolgandi. Xayr adajon. Xayr qizim. Rahmat. Mayli.
Qalaysan, polvon? Men polvon emasman. Isming nima seni? Bahodir. Bahodir degani polvon deganida. Men o'sha yerdan sezdim. Sen boshqacha bo'lasan. Tushundingmi? Hali sen mashhur bokschi bo'lasan. Jahon chempioni bo'lasan. Men axir Romiyman-ku. Bizni mashina urib ketgan. Ha? Mayli. Dadangga aytsang, Endi dadam yo'q. xafa bo'lma Bahodir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ay! Og'ridimi? Ha, Ana, og'rigan bo'lsa, oyog'ing tuzalib ketadi. rostdanmi? Albatta, bolam. Voy, ukajon, bu yoqqa keling. Bo'lajak chempion bilan bir rasm yopib qo'ying. Muhrlanib qolamiz-a?